hamma haqiqatlarni ochiqlamoqchilar. Yig'layman, kim u to'g'risi. Borgan sari trenddan tushmayapmiz. Xullas meni sinishimni, yo'q bo'lib ketishimni kutishgan ekan. To'yimdan bir kun oldin eng fitnali dahshati bo'ldi. Xo'jayinimga qo'rqinchli SMSlar yozishgan, lekin bir-birimizdan voz kechganimiz yo'q. Iltimos, faqat dedim, mendan olib qo'yma dedim. Shu intervyuda ham ruxsatni zo'rg'a olib kelgan ekansiz. Juda 6 oy deganda zo'rg'a u musibat holatida turganini, mana shunaqa 15 sutkada turganini bilib turib, nechtasi kelib ariza yozsin, men bolamdan voz kechmayman dedim. Voyaga yetsa o'zi tanlaydi, kim uni haqiqiy otasi, kim boshqacha. Oyijon g'azabda SMS yozganlar, men SMS yozganman, ana o'shalarni olib, pashshani fil deb olib borib ariza berib kelishgan ustimizdan. Shunda men ikkita ayol bilan yashab yurganlar, men o'rtaga tiqilib ikkalasini ikkita tarafga tarqatib yubordimmi? To'yni o'zingiz qildingizmi Toshkentdagi? Nozanin go'yo o'ziga o'zi to'y qildi bu dedi. Xo'jayin dedim, uylanayotgan ekansiz, bir xabarimiz yo'q. Voy, mayli nima qilsalaring qilaveringlar, biz yelkamiz ko'taraveradi deb o'tirishim kerakmi? Sabr degan shunchalik bo'lar endi. Shu sababli ham bugun intervyuga chiqdim. Hammasi shu intervyuda tugadi. Baxt tilagansan, qo'yib yuborgansan, aralashma. Meni juda ham ko'p fahm farosatli ayollar kuzatadi. Demak, assalomu alaykum Yashin TV YouTube kanalining aziz kuzatuvchilari. Bugungi studiyamiz qahramoni, mehmoni aktrisa, bloger Feruza Normatova. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Hammalarga yaxshimisizlar? Tuzimishlar? Siz Rahmat. biz 2 kundan beri syomkani rejalashtiramiz va bugunga nasib qilgan ekan Feruza bilan intervyumiz va bugun Feruza o'zlariga doir ham haqiqatlarni va shu bugungacha bo'lgan hamma haqiqatlarni ochiqlamoqchilar. Ochiqlamoqchiman, chunki har narsani chegarasi bor. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ko'pchilik insonlar haqiqatni bilmagandan keyin, ya'ni bizning hayotimizga taalluqli bo'lgan haqiqatlarni bilmagandan keyin, oxirgi paytlar Instagramda chiqib turgan videolar, har xil rasmlarga negativ munosabat bildirish ko'payib ketdi. Boshida bu narsaga oddiy holdek qaradik. Mana oradan 6 oy o'tdi. To'yimiz bo'lganiga 6 oy bo'ldi. O'yladik, agar jim tursak, bu narsalar yo'q bo'lib ketadi bir kun. Odamlar gapirib qolib ketadi. Mayli, Alloh biladi, asosiysi haqiqatlarni bizga shu yetadi deb yurdik. Lekin borgan sari trenddan tushmayapmiz. Baribir hayotimizda nimadir voqealar bo'lib, Instagramga qo'yamiz, yana shu tema aylanadi. Yoki xo'jayinim nimadir qo'yadilar, surat qo'yadi.